arxitektura va dizayn saboqlari 1 yilda 1 marta bo'lib o'tadi. Va 2 yildan beri vaqtim bo'lmadi. Mana shu 3-yilda endi boshlayapmiz. Arxitektorlarni yanada keyingi qadamlarda chiqishida, daromadida, ilm bilan har bir narsani loyiha qilishda, tafakkurida, tasavvurida, maqsadlarida, hayotini o'zgartirishida, boshqalarning hayotida uning ta'siri o'tkazishida mana shu ilmlarimizni, vaqtimni ajratib, mana shu sizlar uchun ancha narsalar yig'ib qo'yganmiz. Xudo xolasa, mana shu darslarimizni 11-aprel kuni boshlayapmiz va 20 va 31-may kuni bitiramiz. Ya'ni 1,5 oydan sal oshiq. Faqat darslarimiz shanba va yakshanba kunlari bo'lib o'tadi. O'shani qisqacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, videomiz bor ekanmi? Arxitektura shunchaki kasb emas. Bu dunyoni qayta tartibga solish va inson yashashi uchun munosib makon yaratish yo'lidagi muqaddas burchdir. Yashang. Bo'lib ishonamiz. Rahmat. Qabul boshlandi deb yozildi. Birinchi prezentatsiya sizlarga bo'lyapti. Birinchi prezentatsiya. Taqdimotda endi bo'ladi. Xo'p, va bu prezentatsiyada nimalar bor? Qisqacha ichini ochib ko'ramiz. Arxitektor va dizaynerlarga zamonaviy, samarali va normativ qoidalarga muvofiq loyihalashni o'rgatib, ularning tajribasini 23 yillik tajribamdagi bilimlarim bilan boyitib, shu orqali ularning professional daromad va imkoniyatlarini maksimal oshirishdir. Maqsadimiz arxitektura va dizayn saboqlari 02-kurs. Asosiy 20 ta moduldan iborat. Ko'rib chiqamiz, nima modullardan iborat. Birinchisi arxitektura va dizayn terminlari. Barcha arxitekturada ishlatiladigan terminlarni har darsida 20 tadanmi, 15 tadanmi o'rganib chiqamiz. Ichida arxitektura va dizayn asoslari, nimalardan dizayn asoslangan. Har darsimizda mana bu darsimiz bor. 16 ta dars asoslarga tayinlangan. Arxitektura va dizayn tarixi. Tarixlardan boshlab kelamiz. Qadimgi arxitekturadan hozirgi arxitekturaga bo'lgan har bir bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Arxitektura va dizayn uslublari, stilistika ham tarix bilan qo'shib birgalikda o'tamiz. Arxitekturadagi qo'pol xatoliklar darsimizda. Arxitekturada loyihalash tahlili. Har bir proyektimizni olib tahlil qilib, xo'p, suhbatlashib, nimaga bu joyda bunaqa bo'lish kerak deb har bir loyihalarni ichini ochib tahlil qilamiz. Bittasi politsiya bo'lishi mumkin, bittasi masjid bo'ladi, bittasi hokimiyat bo'ladi, bittasi maktab bo'ladi, har bittasini ichini aeroport bo'ladi, tahlillar darsi bo'ladi loyihalashda. Keyingisi binolarning qismlari va funksiyalari. Ya'ni binolarning qismlaridan nimalar bor? Bittasi lift bo'ladi, bittasi zina, bittasi deraza bo'lishi mumkin masalan. Bittasi tom, bittasi pol bo'ladi, bittasi eshik bo'ladi. Har bir qismlarining plusi, minusi. Hammasini materiallarigacha detaldan ko'rib chiqamiz. Xo'p, 8-si normativ va standartlar bo'yicha, qurilish me'yorlari qoidasi bo'yicha, xo'p, Yevrokodlar bo'yicha ham mana shu standartlarni ko'rib chiqamiz. 9-si konstruksiya va qurilish asoslari. Mana shu arxitektura bilan qurilishni biriktirib, konstruksiyani biriktirib, mana shu darslarimiz o'tiladi. 10-si qurilish materiallari. Ularning turlari, ranglari, sifatlari, necha yillik muddatlari, xo'p, qanaqa bozorlarda qanaqa materiallar bor, shular bo'yicha hammasini darslarimizni o'tamiz. 11-si inshoot va muhandislik kommunikatsiyalari. Mana shu yerda arxitektorlar bilan tahlil qiladigan narsamiz kanalizatsiya tarmoqlari, отоплениялari, ventilyatsiyalar, elektrika tarmoqlari, konditsioner sistemasi barchasi mana shu muhandislik kommunikatsiyalarida ko'rib chiqamiz. 12 ta yo'nalish bo'yicha. Interyer dizayn asoslari, ergonomikalar bo'yicha, xonalarda qulaylik barchasini ko'rib chiqamiz. 13-si interyer dizaynda rang uyg'unligi, yorug'lik normalari bo'yicha. Xonalarda qanchalik svet bo'lishi kerak, xonaning balandligiga qarab, tabiiy va sun'iy yorug'liklar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Qanchalik kvadratda deraza, eshik bo'lishi kerak, hammasini mana shu darslarda ko'ramiz. 14-si landshaft dizayn asoslari. Har darsda landshaft bo'yicha 14-punktimizda xo'p, mana shu ilmlarni ko'rib chiqiladi. 15-si mashhur arxitektorlar hayoti va erishgan yutuqlari. Har darsimizda bir mashhur arxitektorni tanlaymiz, uni hayot yo'llari, yutgan yutuqlari,
hayotida qanaqa omadsizlar kelgan voqealar hammasini xuddi badiiy film qilib bu darsliklarda ko'rgizib ketamiz. Xo'p, dunyoning mashhur bino va inshootlari va mana shu yerda ham mashhur arxitektorlarni ham qo'shib ketamiz. Arxitekturada zamonaviy yondashuvlar. Hozirgi zamonaviy nanotexnologiya bilan arxitekturani bog'lash masalasi. Arxitekturada marketing va biznes tizimidagi ilmlar ketadi. Mijoz bilan gaplashish, xodimlarni boshqarish, kompaniyani keyingi bosqichlarga chiqaridagi barcha strategiyalarni mana shu darslarimizda kattaroq qilib yoritamiz. 19. Arxitekturadagi asosiy 40 ta qoida. Mana shu qoidalar ham muhim qoidalar, ularni har darsimizda ikkitadan o'tib ketamiz. Arxitektorlar uchun IQ mantiq testlar ham bo'ladi. Va undan tashqari yana boshqa spikerlarimiz ham o'z tajribadagi bilimlarini aytishadi. Xo'p, juda ham bir darslarimiz katta, soati ham salgina ko'proq va o'sha 16 ta darsda bitirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, darslar jadvali boshlanishi 11-apreldan 31-maygacha, darslar shanba va yakshanba kunlari, dars soati soat 10 dan 12:30 gacha, obedga chiqiladi, 2:30 dan boshlanadi, soat 8 gacha. 8 plus qo'shilishi mumkin. Coffee break payti bizda 4:30 dan 5:30 gacha. Jami dars 16 ta, ya'ni 128 soatdan iborat. Mavzular soni 300 dan ortiq. Safar Samarqand va Buxoroda safar bo'ladi, jamoaviy boriladi 3 kunga. Juma chiqsak Samarqandga, shanba, yakshanba Buxoroda bo'lamiz. Xo'p, chet el safari uni tanlab olib boraman. Hammani ham olib bormaymiz, sababi xo'p, CBC qurilish klubimiz ham mana shu safarda borlar. O'sha uchun xo'p, bir 15 kishi, 20 kishi borishi mumkin arxitektorlardan ham. Xo'p, Turkiyaga, Kiprga va Gretsiyaga boriladi. Xo'p, agar ko'pchilik boraman deydigan bo'lsa, ularga masalan Turkiyada viza olish kerak emas, o'sha uchun hamma o'sha Turkiyaga borsa bo'ladi, lekin qolganiga Gretsiya, Kiprga kimni vizasi chiqsa o'shalargina boradi. Xo'p, arxitektura va dizayn saboqlari 02 kursimizning joylashuv sxemasi taxminiy mana shunday o'tirganday bo'ladigan sxema. Xo'p, VIPimiz bizda mana shu o'rtada va mana bu zonada. Mana bu sahnani ayollar uchun, qizlar uchun berdik. Alohida bo'lish uchun ularning VIPi, ularning biznesi va standart paketi. Xo'p, erkaklar hammasi pastda. Xo'p, bu yerda ularning VIPlari, xo'p, bu yerda biznes ko'k rangda va mana shu yashillar hammasi standart paket. Xo'p, bu o'zimni mehmonlarimga beriladigan, a'lochilarimizga beradigan. Xo'p. Jami tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi bizni yana bitta planimiz bor. Sababi bu kursimizda studentlar kelishi ham mumkin. Ularni xafa qilish niyatimiz yo'q. Ular uchun alohida mana shu xonamizdan u yoqda bitta joy tayyorlayapmiz. Ular uchun mana shunaqa joyda ham dars bo'ladi. Ularga kuniga 4 soat asosiy ularga foydali beradigan ilmlar bo'ladi, lekin biznes darslar bo'lmaydi. Xo'p, agar sizlarda ham masalan shogirdlaringiz bo'lsa, bemalol mana bu tomonga o'qitsangizlar bo'ladi ularni. 1 soat mana bu joyda spiker kelib meni o'zimga dars bergan paytida men borib 1 soat ularga dars o'taman. 3 soat boshqa spikerlar ular uchun arxitektura bo'yicha dars beriladi. U nomi arxitektura va dizayn asoslari 01 degan kurs parallelni boshlanadi. Va ular uchun VIPimiz birinchi qator 6 million belgilangan, biznes 24 ta joy 5 milliondan. Bu 2 oy uchun narxlar. Ya'ni ular uchun 2 milliondan to'g'ri kelyapti oyiga. Xo'p, maksimum shu o'zini xarajatini qoplasin deb studentlarga, yoshlarga kelajakda bizning ham ilmimiz foydasi bersin deb joylashtirdik. Xo'p, o'tgan safar ham arxitektura saboqlari 01 da studentlar ham bor edi. Xo'p, endi baribir student bilan biznes egasi o'tirsa, savol-javoblari, uni fikri, buni fikri bir-biriga sal mos kelmasligi uchun ularni alohida ajratyapmiz studentlarimizni. Xo'p, kursda qatnashish uchun tariflar. Birinchisi o'sha boya aytganimizda standart, biznes va VIP tariflar. Standartda nimalar bor? Sertifikat, bloknot, ruchka, tarqatma, darslik, video darsliklar beriladi. Darsimizdagi har bir videolar yozilib boriladi. Coffee break, maxsus sumkalar. Xo'p, biznesda xuddi shu narsa. Undan tashqari suvenir, alohida esdalik uchun amaliyot 1 kunlik bo'ladi. Ya'ni obyektlarimizga chiqamiz. 8 soatlik alohida yana darsimizdan tashqari biznes dars bo'ladi. O'shanga biznesdagilar ishtirok etishadi. Xo'p, va bitta restoranda ujin bo'ladi, biz bilan suhbatlashib o'tirishadi. Va VIPda hamma narsa bo'ladi, mana shu aytilgan narsalarimiz. Va undan tashqari ularga bitta restoranda ujin VIPlar uchun alohida, biznes bilan ham VIP ham alohida bu yoqda.
Xo'p, va kitob beriladi. 1 soat individual alohida men bilan suhbat bo'ladi. Xo'p. Mana shu tariflar.